Toshkent City bulvarida hali bunaqasi bo'lmagan. O'tgan safar xuddi shu joydan, xuddi shunaqa narxga mebel texnikalari bilan qo'ygan uyimizni bir kunda baraka bo'lgandi. Ulgurmaganlar diqqatiga, bu video aynan siz uchun. Hozir esa uy obzorini ko'ramiz. Qani ketdi. Xuddi shunaqa uylar mana shu atrofda 200-220 mingdan kam emas. Buni o'zingizlar ham yaxshi bilasizlar. Men uyi egasi bilan gaplashib, uy-joy sitini kuzatuvchilari uchun 182 ming dollarga ko'ndirib gaplashib qo'ydim. Hurmatli kuzatuvchilar, 30 ming dollar hamma ham o'tib bormaydi. Prosta srochniy harakat qilsanglar, yutuq sizlarniki bo'ladi. Hayotgacha yaxshi tomoni, podvalda o'zini garaji ham bor, lekin u alohida summa. Uni ham narxi 18 ming, 17 ming dollar, lekin 15 mingga parkovkani ham narxini tushirib qo'ydik. Pastda nomerlarimiz turibdi. Zudlik bilan aloqaga chiqsanglar, tezlik bilan baraka qilib yuboramiz. Hayotgacha yana bir bor dokumentimiz tayyor. Kalit notariusi o'zida beriladi.